Aka-ukalar buni kayfidan kimsa tushunmaydi. Aka-ukalar buni kayfi boshqada. Nima deyapti aka-ukalar? Sola. Kuykalar tomosha qilib va mazza qilinglar. O'sha oq dumlarimni. Kuykalar bulardan ikkita xamtanalar. May 20sida chiqqan bora ko'chalar. Rasam uralmon, kuykalar. Bir bekor chiqib beraman, tomosha qilasizlar. Voy joningdan. Munqali. Voy joning sog' bo'lsin. Bu ham pashti yarim tayyorda, kuykalar. Shahamatdagi otga o'xshaydi, krasavchik. Mana cho'cha kuykalar. Munqali formasida kuykalar. Yerda ham ko'rmaydi. Kuykalar hozirgina hamtanasi. Tomosha qilib ham mazza qilinglar. Shahamatdagi otga o'xshayotganmi, kuykalar? Bunqada formani, kuykalar. O'sha oq dumlarda paftorlari, kuykalar. Bir bekor chiqib beraman, tomosha qilasizlar. Lekin ulardan ham yomon bular. Voy joningdan. Chizib qo'yganga o'xshaydi, krasavchiydi. Mana forma. Assalomu alaykum aka-ukalar, parovozlar. Pilimotchi hamtanalari, aka-ukalar bulardan ikkita qolganida. Aka-ukalar O'zbekiston bolalari. Voy joning sog' bo'lsin. Bularning akasini bekor chiqarib $500 Toshkentga berdik-ku. Mana o'shani hamtanalar. Ikkita mashina, ikkita xo'roz qolgan. Mana bittasi aka-ukalar. Xudo xolasa buni ham bir ana aka-ukalar, mana bu ikkinchisi. Tomosha qilib ham mazza qilinglar aka-ukalar. Bulardan ikkita xo'roz, ikkita makoni qoldi. Mana shu. Xo'rozni kallaylarini aka-ukalar. Yaxshi pul bo'lsa beraman aka-ukalar bularni ham. Mana shu biz aka-ukalar, mana bu ikkinchisi. Tomosha qilib ham mazza. Voy jonsiz. Mana aka-ukalar, shunaqa o'chilarning ikkinchisi. Voy jonsiz. Bularning makonlarini $150 2 milliondan sotganman aka-ukalar. Sizlarga addishi bonus bugun aka-ukalar $200 qilib beraman cho'jalarni. Shunaqa uchilar birga bir hamtanasi. Ulardan 3 ta xo'roz, 2 ta makon edi. Bitta xo'roz urishgani, 2 ta makoni sotildi aka-ukalar. Mana 2 ta xo'roz bugungi holatlari. Voy joning sog' bo'lsin, krasavchik. Bugun 12-yanvar aka-ukalar. Hafta kuniga dushanba. Voy joning sog' bo'lsin. Qanaqa uchida bular. Voy jon.